Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yuborma bil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yuborma bil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Raha, достойный мужика! Gold yana bir bor Oktagon ligasida jang qiladi. Достойный мужика! Bugun Gold o'zining avtomobilini nima sababdan haydamayap turganligini ochiqladi. Qachon haydayman? Qachon yutsam haydayman deyapti. Xudo xolasa duo qilib turinglar. Albatta 5-mart kuni Oktagon ligasida Goldning keyingi jangi bo'lib o'tadi. Bundan tashqari Goldning raqibi Muhammad Ali Kamil Karate bilan ozgina aytishib qoldi. Gold ushbu jangga 100% tayyor va g'alaba qozonishga ishonchi komildir. Qadrli do'stlar, hamyurtimizni qo'llab-quvvatlaylik va unga g'alabani tilab qolaylik. Videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariyga yozib qoldirishni aslo unutmang. Mashinamni ko'rsataman hozir. Onamni keldim. Onam! Assalomu alaykum. Video kameradan keldi yoningizga. Onam assalomu alaykum. Bular Siz mana mashina. Mashinam mana. Mashinam qarayapsizmi ona? Chang bosyapti ekan. Nima haydamayman ona mashinamni? Siz ayting javobini. Bu men ko'rdim mashina. Yutqazganingda qaytagan qiymatda baland. Yutasan, neli. Yutqazi bor, yutishi bor, hayot shunaqada. Qachon haydayman? Qachon yutsam haydayman deyapti. Xudo xolasa duo qilib turinglar. Sudlarimiz yaxshi o'tsin, bolam ishlari, mushkullari oson Ya yaxshi o'tsin. bo'ladi. O'sha g'olib bo'lsin, yutsin. Ya yaxshi bo'ladi. Mana o'zim xuddi bu mashinga mosmasman endi qandaydir. Yo'qmasam bilan. Inshaalloh chempion bo'lsa deyman. Joying sog' bo'lsin. Inshaalloh yaxshi bo'ladi onajon. Yaxshi kunlar bo'lsin balam. Birinchi musobaqani o'tkazib olsa Xudo inshaalloh. xolasa. 5-martga birinchi o'tkazib olsa Xudo xolasa. Zo'r bo'ladi inshaalloh. Asli kelasi yil umra qilaylar ro'zoyi. Ne. Mana Mana buni olib oldim. Hech kim ko'rmas. Kim ko'rmasin deb bitta Instagramga ko'rsatasan-di? Mushkullar sog' bo'lsin balam. Jo'vata bo'lsin. Mujiklar, qarang, men aytaman, barcha mujiklar siz o'g'lingiz deyman, O'zbekistonda. O'g'lim hammasi. Hammasi. Duo qilinglar shunga. Раха, достойный мужика! Достойный мужика! Как ты? Четко, хищник, кикает. Узбекский кикает. Всем достойный пацана, салам алейкум. Как ты, хищник? Четкий. Че нового? Как жизнь? Настрой как на первый стол? А мы шумели с ним. Tailandga, men Eron yutgan vaqtim boshlovchi. А, bo'ldi. O'rtaga turgan. Да. Sen достойный пацан, я же кричал. Мужики. Че нового? Как дела? Из Азербайджана перевести, что он говорит, без руки убрал. Ruku ubray chiqadi. Я сказал добро пожаловать. Hoş geldin sen. Qo'g'onimsan sen mana. Ben ne diyeyim ulan? Seni laf yaxshimaydi. Rusça'da Rusça. Azerbaycan'da değil Sen misin? nasıl söyledin bana? İnançı az daha. Daha sabahdan. Kaçtı mal, 6 ay zaten oluyor.